Yoshlar, ilohim ota-onangizni Ka'bani oldida duosini olish nasib qilsin. Katta baxt. Otasini, onasini hajga va umraga yuboraman deyotgan yigitlar, sizlarga ming rahmat. Endi o'sha narsani oxirigacha shariatga muvofiq qiling. Ota-onangizni savobini kamaytirmang. Ota-onalar ham aytish kerak. Bolam, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga borib keldim. U zotni yashagan uylarida, dafn qilingan joylariga bordim. Sahobalarning hayotini ko'rdim, bosgan izlarini guvohi bo'ldim, eshitdim. Domlalardan o'zim ularda olgan havosdan nafas oldim. Payg'ambarim alayhissalatu vassalam qorni ochligidan ba'zan qorinlarga tosh boylab yurardi ekanlar. Abu Hurayra singari sahobalar qorni ochganligidan ba'zan ko'chalarda behush bo'lib yiqilib qolardi ekanlar. Men Madinada ahli suffani turgan suffa joyini ko'rdim. Bolam, qaytib borgandan keyin menga dabdabali marosim qilmaginda mahalla ko'yimizdan, qarindosh urug'imizdan bir nechta kambag'al faqirlarni topgin, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan salom aytib kelib ularning holidan xabar olay desangiz, Alloh sizga muborak bo'lsin.